25-yilda kuzatib 2026-yilda kutayotganimizdan chin yurakdan tabriklaymiz. Yangi 2026-yil barchamizga muborak bo'lsin. Avvalambor yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizdek aziz vatandoshlarimizni tabriklash uchun bugun sahnamizga So'x tumani hokimi Said Musayev, Said Bahrom, Said Burxonovga beramiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli So'x ahli, tumanimiz mehmonlari. Mana 2025-yilimizni ham oxirgi kunda turibmiz. Avvalambor mana bu yilda hurmatli prezidentimiz rahbarligida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Endi 2026-yil yana ham barakali bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil bilan hammalarini chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz sog' salomat bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin.